turaman men. Shu gapirgan gapingizga javob berasizmi? Aha. Assalomu alaykum hammaga. Zo'rmisizlar, charchamayapsizlarmi? Yaxshi dam olyapsizlarmi? Xayrli kech hammaga. Videoni ko'ringlar-da. Chiqalar chiqib qo'ygan joyini tozalashyapti endi. Uzr so'rab hamma yig'lab turib uzr so'rashyapti. Chiqaryaptilar. Hisob bo'pti endi. Hisob minusga qarab ketyapti. Chiqalar bilan ikkita chiq. Plashni qilib qo'yib endi yig'lab uzr so'rab chiqdi. Ko'ringlar, videoni like bosinglar. Hammaga sog' salomatlik, omad hammaga. Bitta like bosib qo'yamiz, obuna bo'lamiz. Hamma video bor. Bagajni ochdim men. Hamma kamera bor. Hozir vaqtim moli. Qonunchilik bor. To'g'ri, belgilangan tartibda qonun doirasida ko'rib chiqsa bo'ladigan masala-da bu. Nega 102 telefon qilmaydi? Shunday ichki ishlar xodimi kelardi, masalaga oydinlik kiritib, qonun doirasida chora ko'rilardi. Kunigacha ijtimoiy tarmoqlarda shu-shuga aylangan holat yuzasidan ijtimoiy tarmoq faollari 2 nafar blogerlar Yashnobod tumani ichki ishlar organlarini faoliyatini Moqlash boshqarmasiga olib kelingan va ularga nisbatan qonuniy chora ko'rilmoqda. Siz borib vaziyatni to'liq o'rganmasdan, so'ramasdan, Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi yoki 102 ga xabar bermasdan haydovchini bir necha marotaba qo'lingiz bilan, oyog'ingiz bilan tepib jarohat yetkazdingiz. O'sha inson hozir shifoxonada. 2024-yilda sizga nisbatan aynan mana shu bezorilik 277-moddasi bilan chora ko'rilgan, ya'ni ikkinchi qismi bilan yana shu modda bo'yicha siz ko'chada hozir jamiyatda yurish-turish qoidasini qasddan buzib, shu O'zbekiston bir fuqarosini bir necha marotaba tana sohasiga urib tashladingiz. Nima sababdan? Shoshib noto'g'ri ish qilib qo'ydim, shuning uchun pushaymonman. Kechiringlar meni. Otam, onam biz O'zbekiston. Hammalar kechiringlar. Bundan keyin agar nashaqa narsa taqalib qoladigan bo'lsa, xodimlarni chaqiringlar. Bo'lmasa oxir xunuk yakun topar ekan. Men sukkarim yo'qmi? Kular ekanda mana videomi tarqatilmiş deginda. To'g'ri, og'zimdan bir ikkita gap chiqdi. O'zim muammolarim bor edi. Har tomonlama kelib qoldi menga bitta. Taksist bolani men oxirida kelganim uchun qisqa so'radim. Nima bo'ldi dedim. Opasiga shilqimlik qilibdi deyishgani uchun men shoshib qo'yib, "Mana shu bola shilqim bo'ladi" deb qisqa, mazmunli 1 minutlik video chiqargandim. Va 40 minutdan keyin udalit qildim, chunki xatoimni bittada tushunib yetgandim, ammo o'sha kechadi. Jabrlanuvchi hech qanaqa yomonligimiz yo'q, adovatimiz bo'lmagan. Vaziyatni sal noto'g'ri tushunib qolganimiz uchun, tezlashib ketganimiz uchun bo'lib qoldi. Eng katta xatoim shu video meni shaxsan o'zimni shoshib chiqarganim bo'ldi. Noto'g'ri informatsiya berib video chiqarganimdan juda ham pushaymonman. Keyingi safar o'zimga kattakon dars bo'ldi. Qoraqamishdan chaqirishdi. Yuklar turgan ekan. O'zim ortda joylashtirib berdim. Jahl qilib o'tirdilar. Birinchisi bolasi o'ynab ketyapti. Teftashyapti, xalaq beryapti yurishga. Siz orqada turib bola xalaq qilsiz. Bola xalaq qilyapti. Oynani ham ochib yubordi. Keyin aytdim, "Bolangizga qarang, xalaq beryapti bolangiz" desam, bola ko'dyaptilar. Ha, xo'p deb yana ketayotsam, oldilariga chiqib ketyapti. Bola pameh berib, keyin chekkaga to'xtatdim. Teftashlikdan boshqa qiladimi? Men ketayotganimda pulni beryapman deb aytdilar. Bo'ldi, tushib qoling desam, boshqa chaqirasiz, men yopdim desam, ukalarimni chaqiraman, san hali dabdalangni chiqarishadi. Men 102 o'zim qilib qo'yganman. Ichki ishlar xodimiga o'zim xabar berganman deb aytdim. Keldi ukalari. Kelgandan keyin boshqa situatsiya meni zo'rlamoqchi bo'ldi. Basharamiy kamerasini olib kelib, videoga olib turdi. Har xil so'kinishlar bilan tuhmat qilishni boshladi. Bola kelib turib uryotibdi-da. Men o'tiribman mashinada. Ichki ishlar xodimi kelmaguncha tushmayman dedim mashinadan. Oxiri eshikni ochib tortmoqchi bo'ldi. Tushdim mashinadan oxiri. Nargisi ajratayotgandek bo'lib ushlab turibdi-da, unisi uryotibdi. U ayol kishi ham yopishyapti menga. Telefonimga yopishyapti-da bular video borligi uchun. Blogerlar kelyapti, basharamga tuplayapti deb, men eshikni ochib tuplab tashyapti. Ushbu holat yuzasidan Mingliyev Butayevga nisbatan Jinoyat kodeksining 277-moddasi 2-qism B bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hozirda ularga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi tanlanildi. Mingliyevning opasi Husanovaga nisbatan Jinoyat kodeksining 139-moddasi 2-qism bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirgi kunda tergov harakatlari olib borilgan. Tergov yakuniga ko'ra qonuniy qaror qabul qilinadi. Shahrimiz aholisi mehmonlaridan, ayrim ijtimoiy tarmoq faollaridan noto'g'ri talqindagi, noto'g'ri asoslanmagan ma'lumotlarni tarqatmaslikni so'rab qolamiz. Qonun ustuvor, jazo muqarrar.